agar qadimki jamiyatda yashayotgan 100 obro'liq odam zamon alqib, hozirgi zamon jamiyatiga kelib qolsa, qanchalik umidsizlanib ketar. Bu odamga davlatimizning Qing sulolasi davridagi eng chong huquqdor vazir Li Hongjiang dimmi bakrak so'z qilish huquqi bor odamdan yana birini topqili bo'lmaydi. U Qing sulolasi davrida eng yuqori huquq va imtiyozning simvoli bo'lgan seriq ranglik jilidkisini faxrlanish tuyg'usida kiyib, o'zi qo'shilib, barliq amaldorlar dunyodagi eng qudratlik, eng taraqqiy qilgan, eng boy-bayashat zamin deb o'ylaydigan Qing elidan ayrilib, Amerikaning egiz binolar qad ko'tarib turgan hozirgi zamon shahar markazida turganda, yilqi xandonlikning faxrlik tuyg'usi ko'zni yumib ochguncha pora-par bo'lib ketadi. 1896 yili 70 yoshdan oshgan Li Hongjiang xatarlik paytda buyruqqa binoan Amerikaga ziyoratga bordi. U Amerika ziminiga haqiqiy qadam qo'yib, butunlay o'xshamaydigan bu hozirgi zamon dunyosini o'z ko'zi bilan ko'rganda, yerim umrdan ortiq o'ziga hamroh bo'lgan g'ayrat, shijoat va o'ziga bo'lgan ishonch ko'zni yumib ochguncha yo'qolib ketadi. Buni nadimi bir maydon rasmiy diplomatiya ziyorati degili bo'lsin. Bu iniqla Qing sulolasining eng dangliq vaziri o'z beshidan kechirgan bir maydon ochiq oshkora ilg'or madaniyatning, qaloq madaniyatga bergan bir qitimliq zarbisi deyishga bo'ladi. Shu daqiqada u Qing sulolasi bilan Amerikaning farqining boshqalar mundaqla aytib qo'ygandek 10 necha yil yoki necha 10 yillik orqada qolgan kichik kamtulik bo'lmasdan, balki butkul davrni ikki qutbga ayirib turadigan g'oyat zo'r hang ekanligini taltüks ko'rib yetdi. 1896-yili New Yorkning hamma yeri gul chechaklar ichilib ketgan bo'lib, 20 qavatdan yuqori osmon palak binolar qad ko'tarib turibdi. Bugungi kunda undaq egiz binolar ko'zga chiliqmaydigan bo'lib ketdi. Kin 100 necha yil ilgari barliq odamlar qadimiy asari, atqidak turmush va ideyada yashayotgan Qing sulolasining oxirgi mezgilidagi bu ko'rinish butunlay sehrgarlik filmidagi ko'rinishga o'xshaydigan, qat'iy aqlga sig'maydigan darajada deyishga tamoman bo'ladi. U ko'rgan bu ishlar Li Hongjiangning tonish yuqori chekidan butunlay halqib ketgan edi. O'xshash mezgildagi Qing sulolasi jamiyatiga qayta nazar solsak, butun mamlakatda yuqoridan tovangacha 2 qavatlikdan yuqori zamonaviy imoratdan birnimi topqili bo'lmaydi. Poytaxt Beijingdagi eng ratlik hisoblanadigan xalliq saroy, ya'ni Zijinchingmi butunlay an'anaviy pakar xishyog'och qurilmali qo'ylilar bo'lib, qadimiy nafs ko'rinsimi amaliyotda koni qaloq edi. Hamda ozroqmi zamonaviy hayotiy kuch yo'q edi. Bu yerdagi qurilish imoratlaridagi farqini faqat eng kichik arzimas farq desak, qatnashdagi farq haqiqiy ko'zni chaqintadigan ham ko'ngilni eng bearam qiladigan farq edi. U chaqdagi Amerikaning yadroliq cho'ng shaharlarida tramvaylar cho'ng kichik ko'chalarda to'xtamay o'tishib turadi. Dastlabki mezgillardagi yasalgan shaxsiy avtomobil par mashinalarining shahar ishda berish kelishi uzilmaydi. Odam kuchi uloq kuchiga tayindigan ibtidoiy safarga chiqish andisi bilan uzil-kesil xo'shlashgan bo'lib, butun musofirlik qatnash yuqori unumlik ham ratlik edi. Amerikaning har qaysi shtatlariga tutashgan par poyzi relslar taraf-tarafga tutashgan bo'lib, uzun yo'lliq safarga chiqqanda bo'lsin yoki yuk to'shishda bo'lsin, butunlay mexanikalik harakatlantiruvchi kuchga tayinatdi. Shunga surati tez to'shish kuchi yetarlik unumi yuqori edi. Tipdagi g'oyat zo'r paraxoti portda to'xtab, yuk qachilab, yuk tushirsa, butun ish musofisida butunlay mashinada tamomlaydigan bo'lg'ashqa, bir g'oyat zo'r yuk paraxotining mollari yarim kundala tushirib bo'ladi. Qing sulolasining oxirgi mezgilidagi ahvolga qaraydigan bo'lsak, qatnash ahvoli 1000 yil burungi qadimki davr saviyasini to'liq saqlab qolgan bo'lib, hamma ish odam kuchi va ot uloqqa tayinib bo'ladi. Mamlakat bo'yicha tuzukrak temir yo'llarmi sanoqli bo'lib, hukumat ming tasdiqda tishini tishlab, bir necha temir yo'lni yasagan bo'lsa-mu, ammo ko'nilikni saqlab kelayotgan bir to'p koni vazirlar talvilachi qarshi turib kelgan edi. Og'zini ochsalar, temir yo'lning yer sharoitiga buzg'unchilik qilganligi ajdahoning tomirini urkitib etganligi, qatorliq chekdan eshib ketgan kulkilik afsonalarni aytadi. Bu chaqdagi amaldorlar puhrolar safarga chiqqanda butun musofirda taxtiravon ot harvisi va 2 putga tayinatdi. Şoň surati asta to'shuvchi nachar bo'lib, bo'ron chiqib, yomg'ir yog'sa asosan o'z o'rnida yetib qoladi. Bir qadammi ilgirlayolmaydi. Portlarda yuk qachilash tushirishda butunlay jafoliq odam kuchiga tayindigan bo'lib, biror qo'lvoq yukni necha kun apilishib, ondan aran tushirib yoki besib bo'lg'ili bo'ladi. Ish unumning tuvanligidan odamni qattiq umidsizlantiradi. Agar qatnashni faqat ko'z bilan ko'rgili bo'ladigan tashqi ko'rinish hodisasi deb o'ylasaqmi, undaqda sanoat amaliy kuchining farqi qilchi munoziri yo'qolda har tarafdan besib tushadi. 1896-yili Amerika dastlabki sanoatlashishni allaqachon tamomlab, mukammal pishib yetilgan sanoat sistemasini uzil-kesil barliqqa keltirib, po'lat temir mahsulot miqdorini dunyoda muqim oldin qatorga o'tkazib bo'lgan edi.
Bütün yıllık polat tömür mahsulot miqdori bevosita 8 million tonnadan oshgan cho'ng-kichik mashinasozlik zavodlari butun mamlakatga tarqalgan. Mashinasozlik, to'qimachilik harbiy sanoatning hammasida ko'lamlashtirib, miqdor bo'yicha ishlab chiqarish ishga oshirilib, o'zini o'zi qamdab qolmay, yana zo'r turkumda butun yer shariga eksport qilib, buningdan g'oyat zo'r pul topatdi. O'xshash vaqtda butun kuchi bilan ajnabiychilik harakati bilan shug'ullanib, o'zini qudrat topqizmoqchi bo'lgan Qing sulolasiga qaraydigan bo'lsak, mamlakat bo'yicha birdan-bir ko'zga ko'ringan Xanyang temir zavodining oylik po'lat materiali aran 138 tonna atrofida bo'lib, bir yillik umumiy mahsulot miqdori Amerikaning kichik bir zavodining ozg'ini bir qismiga yetmaydi. Bu oddiy farq emas, balki yetishib olg'ili bo'lmaydigan tabiiy hang edi. Buningdan boshqa xabarlashish sohasidagi farq kishini texmi umidsizlantiradi. Ayni chog'da Amerikaning Telegram tori butun mamlakatni to'liq qoplagan bo'lib, shahar, yeza, har qaysi shtatlar butun liniya bo'yicha tutashtirilgan. Necha yuz, necha ming kilometrlik oraliqdagi eng yangi xabarlarni ko'zni yumib ochguncha topshirib ola oladi. Davlat halqib, shahar halqib aloqalashganda bir necha minutda ishni tamomlag'ili bo'ladi. Hukumat ishlarini o'rinlashtirish soda-sitiq. Harbiy ishlar o'rinlashtirishlarining hammasi mushu bir yurish, yuqori unumlik zamonaviy xabarlashish sistemasiga tayinib aylanadi. Buningdan boshqa dastlabki mezgildagi telefonmi asta-asta umumlashishga boshlab, odatdagi ommamu zamonaviy xabarlashishning qulayligini his qila oladigan bo'lgan edi. Aksicha Qing sulolasi aloqasi asosan dangchilib, varqirashga yugurishga tayindigan bo'lib, asosligi ibtidoiy konlikni asos qiladi. Necha yuz kilometrlik jiddiy xabarni otliq chepib, necha kun hatto 10 necha kun kuch ulab yetkazishga to'g'ri keladi. Xabar yetib kelguncha xabarning qimmati yo'qolib bo'ladi. Bir qism oz miqdordagi Telegram uskunalarini aran kirgizgan taqdirdami, faqat poytaxt va oz sondagi savdo portlari bilanla cheklanib qolgan edi. Texmi bema'ni bo'lgani shuki, zo'r bir turkum konlikni yoqlaydigan amaldorlar yangicha aloqani jon tikib to'sib, Telegramma mashinalarining hammasini ajoyib g'ayri hunar san'atga yig'inchoqlab, urf-odatga xilop, noto'g'ri yo'llar bilan mangmaslik kerak deb barliq kuchi bilan konichi usulga ching esvilib, barliq madaniyat taraqqiyotiga jon tikib qarshi turadi. Ordidagi barliq amaldorlar degudak yeziligiga ahamiyat berishdek koni ideyada ching turib, ilm-fan hunar san'atiga qattiq sal qarab, ilm-fanni ilgari surishni noto'g'ri yo'l tutganlik deb qaraydi. Mamlakat bo'yicha yangicha maktablarmi bek oz bo'lib, g'arbning ilg'or texnikasini qitirqinib, o'rganishni xohlaydiganlar kamdan kam uchraydi. Butun mamlakatda kishilarning idisi yuqoridan to'vangacha bir izda to'xtab qolgan bo'lib, o'zini hammadan ustun o'ylaydigan chet elliklarni ajnabiy badaviylar deb masxir qilib, ularning ilg'or madaniyatni o'rganish emas, kichik balning uyuni deb xiyol qildigan koni tushlarga maftun bo'lib, davrning taraqqiyot iqimi tarafidan uzil-kesil orqada qolgan edi. Bu qitimqi Amerika safari Li Hongjiangni uzil-kesil o'yg'atdi. Shundaqla uning yerim umrdan ko'proq besib kelgan barliq joyillik va talay sinashlarini o'z qo'li bilan bichit qildi. U oxir o'zining yerim umrlik yurak qinini sarf qilib turtki bo'lishga sabab qilgan. Ajnabiychilik harakatining zavod qurish, kim remont qilish, zambirak yasashdagi turli tirishchanliklarining tegi-taktidan aytganda, faqat kichik doiradagi sanoatga yamoq selish ekanligini uzil-kesil tushundi. U ilgari faxrlanadigan davlatni qudrat topqizish tadbiri Amerikaning pishib yetilgan sanoat madaniyati. Mukammal hozirgi zamon jamiyat sistemasi oldida bir peshvog'imi yaramaydigan ojiz tadbir ekanligini, atalmish dunyodagi eng qudratli oliy sulola allaqachon qaloq nodonlikning yana bir nomi bo'lib qolganligini, atalmish Qing sulolasining gullangan davri faqat o'zinimi o'zginimi aldaydigan bir maydon ko'pik ekanligini to'liq tunib yetgan edi. Egiz bino qurilishi, qatnash, safarga chiqish, sanoat amaliy kuchi, xabarlashish texnikasi qatorliq har bir turdagi farq tasavvur qilg'usiz darajada cho'ng bo'lib, ham haqiqiy bo'lib, buningga mundaqla terishsa yetib olg'ili bo'lmaydiganlikni, ikki davlat o'rtasidagi orqada qilish farqi cho'nglab, ikki qutbdagi madaniyatga ayrilib ketganlikni to'liq his qilgan edi.